muborakbod etamiz. Hujjatni ham qarang. Ketdilar hujjatga qarab. Alo. Shahzodjon, nima bo'ldi? Aka, bu 3-maymi? Ha? 3-may, haftaning chorshanba kuni. Ha, bugun tug'ilgan kuningiz. Ha, aytdim-ku, tabriklaymiz. Sal qolsa majburlab bugun sizni tug'ilgan kuningiz qilmoqchi edik bugun. Rahmat sizlarga eslatganingiz uchun. Ha, yaxshi. 3-may sanasini eslab qoling. O'zi ismingiz esingizdami o'zingizni? Ha, uzr lekin savol. Ha. Unutmang 3-may.